Assalamu alaykum, hörmətli Uyghur TV görürmənləri. Bugünkü sağlamlıq proqramımızı görüşünlərlə qarşı alımız. Bugün sizlərə apelsinin şifalıq rolunu tanıştırıb ötməkçimiz. Apelsin Suzap ailəsidəki daim kökürüb durduğan bir kiçik dərəxtnin meyvəsi olub. Bunun meyvəsi adətdə seriq, yumulaq, sal-pal yapılaq kəlgən meyvə olub. Postininki rəngi seriq buldu, qızğış mayıl seriq. İçideki meyvesi mu seriq, çüçümel buldu. Hem de apelsinin her 100 gram apelsinin terkibideki vitaminler ve mineral maddeler tüvenliklerden ibaret. Yani apelsinin kalsi terkibi 35 mg kalsi, 0,2 mg tümür, 18 mg fosfor, 177 mg kali, 1,3 mg natri, 0,7 mg mis, 16 mg magni, 1 mg sinik, 0,145 mikrogram selin, 0,5 mg vitamin B1, 0,4 mg vitamin B2, 0,5 mg vitamin B6, 277 mikrogram vitamin A, 0,45 mg vitamin E, 33 mg vitamin C, 2 mg nikotin kislota, 6 mg yoparmak kislotası, 0,5 mg pantotonic kislota, biyolojik elementlerden 63 mikrogram, vitamin PP'den 350 mikrogram. Demek bunun da şu kadar vitaminler varken, hem de bundan 35 mg kalsi, yani bir insan bedenlik ihtiyacı olan maddeni, yani kalsi, vitamin C qatarlıqlarını apelsin arqılıq toluqlaş mümkün dep qaraymiz. Hem de bunun təbiiti bolsa, ikinci derecede quruq ısıq dep qarılıbdı. Uyghur Tababati Hamdorla ilmi degan kitabımızı qarığa vaqtimizda bunun da apelsinni ikinci derecede quruq soğuq dep qaraydı. Hem de bu apelsinninki bu ixtilaflıq meselede apelsinninki özünün faydalı ve şifalık rolları bizge onu göstersin. Biz bu apelsinin adeti xüsusi degan vaqtimizda asosliqi xilitsiz quruq ısıqni tangishaydi. Yani bu xilitsiz quruq ısıqni tangishash rolidan biz buningki apelsinin yani soğuk ekanligini ko'rib olaymiz. Hazm qilishni yaxshilash, yalliq qaytirish, ko'ngilni xush qilish, yurakni quvvatlash, oshqozonning xizmatini yaxshilash, g'ayri-tabiiy safra xiltini tangishash va uningki o'tkirligini pasaytirish deydikanmiz. Endi g'ayri-tabiiy safra, normalda safra moddalarini tangishash, yurakni quvvatlash deganimizda yurakning tabiiti issiq bo'lgandan keyin bu so'g'oq o'zining quruq so'g'oqlik tabiiti bilan yurakni yoshartish, yurakka quvvat berish rolini o'ynaydi. Safrani bo'lsa surish orqali o'zining quruq holati, so'g'liq holati bilan safrani pasaytadi deb qarasak, bunday yaxshi mas keldi deb qarayman. Tabiatiga bo'lgan ko'z qarashimizni shunday bilib olsak, apelsinning qaynatmasini har qatimda 1dan 3 mg-gacha ukol qilsa, qon besimini o'rlatadi, börekning hajmini kichiklatadi, dori ta'sirining cho'ng kichikligi beqib, miqdoridimi az ko'pligi bilan buningki miqdorining az ko'pligi bilan munosabatlik deb qaraydi ekan. Endi apelsinni odatda qon besimini buni nayti quyuq holatda quyuqlab qolgan vaqtimizda, uni ukol qilgan vaqtida ashtaq ta'sirini berdi ekan, ammo biz buni tabiiy holatda vaqtimizda apelsin asosliqi quruq issiq kayfiyatni tanishaydi, safraning o'tkirligini pasaydi, g'ayri-tabiiy safra qilib tanishaydi, yurakni quvvatlash, oshqozon xizmatini yaxshilash, yalliq qaytirish, ko'ngilni xush qilish, hazm qilishni yaxshilash degan xususiyatlarini biz bu yerdan ko'rib olamiz. Endi apelsin degan vaqtimizda apelsin bu qadar vitaminlar mo'l bo'lgan apelsinning faqat 33 mg vitamin C ekan. Eng jiq bo'lgan vitamin C bo'lgan apelsinde, yani bir insan 3 mg bedenge apelsin ihtiyacımız bo'lgan bo'lsa, biz her kuni buningdan 50 mg iste'mol qilishimiz uchun
3% ihtiyacımızı qamdaş üçün qanday qılmız her günü 2 dal apelsin istemal qilgan vaqtimizda bedenimizdeki bu 33 mg apelsin bo'lgan bu meyveden 2 tane to'liqlaganda bedenimizdeki vitamin C'ni to'liqlash maqsadiga yeta olamiz. Vitamin C bo'lsa, şu bedenimizga eng ehtiyojli bo'lgan vitamin C'imiz bedenimizdeki şu so'ngaklarımızın yilimini şekillendirishda naytetiz roluga ega, yani vitamin C yapmagan vaqtimizda bedendeki so'ngak yiliminingki şekillenishini tezlatadi. Bunun bilan so'ngaklarning shalanishning oldini oladi deb qaraymiz. Apelsin tarkibida vitamin A, vitamin E, vitamin B'lar mo'l bo'lib, bu odatda qilqan tomirlarningki jonlanishini yaxshilab, tajisimon arteriya kasalligining oldini oladi. Masalan, yurak qon tomir kasali, tajisimon arteriya kasalliginingki oldini oladi va uningki tajisimon qon tomirlarningki tajisimon arteriyaninki qetishib qolishning oldini oladi. Shunga vitamin C yepagan vaqtimizda qon tomir xarakterli kasallik bo'lamdi, teri xarakterli kasallik bo'lamdi yoki so'ngak kasalliklar bo'lamdi. Bunday yaxshi unumi yuqori deb qaraymiz. Uningdan boshqa apelsin xarakterlik reseptlar degan vaqtimizda apelsinni normalda qaynoq suvda ezib damlab ichib bersa ko'ngil ilishni va qusishni to'xtatadi deb qaraladi. Ondan başka 3 aydaki madde qurtni yo'q qiladi. Hamda yurak zaiflashganda apelsinning gulini araq tatib, yani araq deganda par suyini maqsad qiladi. Onun par suyini iste'mol qilgan vaqtimizda yurakni va badanni quvvatlaydi deb qaraymiz. Bosh og'riqi manfaat qildi deganda ba'zi issiq mijoz odamlarning beshiga yani apelsinni ezib, sirka bilan aralashtirib ezib chepmaganda issiq mijoz odamlarningki bosh og'riqiga manfaat qildi. Apelsinni iste'mol qilsa diqqat qiladigan ishlar degan vaqtimizda apelsinni yegan vaqtida tishmiliklerimizga ziyon qiladigan bo'lib, shunga darhol tishimizni tozalab, cho'tkalab, og'zimizni chayqash lozim. Ikkinchisi, apelsinni tomoqdan ilgari yoki och qo'rsoq iste'mol qilishga bo'lmaydi. Apelsinningki tarkibidagi kislotaliq moddalar oshqozonni buzish ehtimoli bo'lg'achqa, buni tomoqdan keyin yeyishni tavsiya qilinadi. Undan boshqa apelsin odatda sut bilan barobar yoki bo'lmasa sut ichib bo'lgandan keyin 1 soat ichida yoki sut ichib 1 soatdan keyin apelsin yeyishga bo'lmaydi. Chunki sutningki tarkibidagi oqsil bilan apelsinninki kislotaliq moddasi birikib, g'ayri bir ig'ir hazm bo'lmaydigan narsaga aylanib qoldi. Shuning bilan oshqozonni buzish, ishtahni kesish qatorliq hazmsizlikni keltirib chiqarishga bularga diqqat qilishimiz lozim. Endi apelsinni davomli iste'mol qilib bergan vaqtimizda yuqori qon besimidagi kishilar va shakar kasali bo'lgan kishilarningki ergashma kasallikning oldini olib bo'ldi. Apelsinni setib olganda birinchidan oningki farqroq postininki zidilanmagan, yaxshi, yumshoq, yumron bo'lganini setilish lozim. Chunki apelsinninki ba'zi yerlari suv tegib yechildab qolgandek bir shaklda bo'lib qolgan bo'lsa, uning ichidagi apelsinni chirib zaharlanib qolish ehtimoli bo'ldi. Shunga apelsin setib olganda chirib ketgan yoki biroz zehmlangan apelsinlarni olmaslik lozim. Yani birisi posti qalin apelsinlar ichidagi suvni qechib qolgan bo'lib, uni iste'mol qilishda yoki qurib qoldi yoki bo'lmasa tatli bo'lmay qoldi. Shunga apelsin tanlagan vaqtimizda cho'qim pishgan, yaxshi ranglik pakizini uningki ustiga qaplab turgan, masalan apelsin normalda osonlam bir-biri bilan zaxmlanib chirishni keltirib chiqadigan bo'lg'achqa, buningga cho'qim apelsinning ustini o'rab turadigan bir narsalarni qo'yish, saqlagan vaqtimizda har apelsin ayrim o'rab saqlagan yerlardan elish yoki bo'lmasa olgan vaqtimizda uyda ayrim o'rab saqlashimizga to'g'ri keldi. Apelsinning ziyonliq ta'siri degan vaqtimizda apelsinni ko'p iste'mol qilgan vaqtimizda jigarni ajizlashtirib qo'ydi. Endi apelsinning posti degan vaqtimizda buningda mo'l vitamin C moddasi ko'p bo'lgan bo'lg'achqa, odatda zukamdab qolgan vaqtimizda apelsinning postini damlab ichib bersa, zukamga manfaat qildi. Limon bilan qatib ichib bersimi, taxmin unumi yuqori bo'ladi. Endi apelsinninki posti normalda qizma qaytirish, suydikni haydash, qon besimini tushirish roliga ega. Shun apelsinni odatda qizib qolgan vaqtimizda
binafsha, rumbadiyan, apelsinin postini üçünü birleştirip kaynayıp içpegen vaqtida kızını qaytırış, suydik neydaş, qandısını çürüş yollarına ega. Adette bu apelsinni vekil karakterlik pişik doğru yasalmaları da apelsin şerbeti, apelsin murabbası yasaş mümkün. Bugünkü dersimiz müşahede ahırlaştı. Köpçülükle rahmet. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.